た自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた後に続け青春たちよ後に続け遅くはないさ急ぐことは難しいが時に振り返ることはもっと難しいKöpçülük bilir. Kanada'da orman bilen kölüne aittir. İlgiri yavai hayvanlarının tabiiy bağçısı deb atılatdı. Ondan 100 neçe yıl ilgiri muşu ormanlıkta Senton familiylik bir aile adamlar yaşaydı. Ular Angliyadan biyaga Bozer aşkılı kelgan köşmeler idi. Bu bir ata, bir ana ve 12 oğuldan teşkil tapkan 14 kişilik çoğun aile idi. Bo'ldi, endi tamom. Bozer ekip daraxt kesib, muşu kichkina uyni kelib olgan edi. Bu 12 oğlunun 11'incisinin ismi Anaston Senton idi. Senton, yana nima ish qilyapsan? Shoshqon degan ziraatlarni o'g'irlab bergan eng aski hayvon. Nima deb uni boqsan? Kun qulanaydi omaq hayvon. Yo'qol. Yo'qol. Aki inileri Senton'u gayrimicazlik bola deb qaraydi. Chunki u insonlardan boshqa narsalar qiziqadi. U hatto hamma odam yomon ko'radigan chashqonga do'stona munosabat tutadi. Sizlar nima deb o'ng yiqib qarab turibsizlar? Hammani qon Senton degan so'rang. Boziya aşqıçılar her günü o'rinlaridan sahar turib tog'dek dölinib turgan ig'ir emgaklarni qiladi. Ular yog'och kesish, teriqchilik qilish ishlarini qilib, butun bir oila odamlarına ait aldirish ishlaydi. Hech kim xo'rlik qilmaydi. Faqat Sentonlar har qitim hayvonlarning oyoq izini ko'rib qolsa, iz qo'g'lab menib qilayotgan ishini unutib ketadi. Hey Senton, nega borasan? O'tin termamsan. Kun bo'yi lag'aylab yurib, hech ish qilmaydigan bo'ldi. Oy, bu nima oyoq izidu? Chashqoningmi? Yoki og'moxonningmi? Bu oyoq izlari nega bordigandu? To'shqon ekan. Bu oyoq izlari aslida to'shqonning ekanda. Yaxshi. Nega qochsan? Nima degan qo? Qaytib ketdi. Toshqa yegan narsani men chiqarmay. Nima degan ochiq toshqa mushundaq narsa yeyotganda? Men bu o'rmonlikni yaxshi ko'rman. Bu yerda har xil hayvonlar bor. Vay bu. Bu tinchgan. U og'moxonni tutib olaydi. Men bosh kelgan tursam, u ip qochdi. Ma'qul, sen qarab tur. To'xta! Tulka! To'xta! Men seni bosh qo'ymayman. Tulka! To'xta! O bak tez yuguraydi ekan. Qarisi yo'qolib ketdi. Nimaga qo'rqinishsa, men tez uyga berib olay. Men tez uyga berib olay. Senton
kechida harakat qiladigan hayvonlarni ancha tushunib bu qitim ularning qiyofatlarini aniq ko'rib oldi. Senton uyga quruq qo'l yetib kelgan bo'lsa-mu, unga nisbatan bu xatarga to'lgan ham ko'ngillik bir kun bo'lgan edi. Sentonning qushlar va hayvonotlar to'g'riliq ko'proq bir narsa bilgisi keladi. Uning hayvonotlarga bo'lgan havasi bag'ansir kuchayishga boshladi. Masalan, u qushlarning tog'ining yanto tarafida turganda boshqa qushlar bilan hayvonlarning osonlikcha bayqayamaydiganligini bilgan hamon texmi ilgirlagan holda kuzatib, ba'zi yangi inchki o'zgarishlarni bayqaydi. Oy, bu yerda faqat to'shqonli bor ekan. Ay, uning quloqiga nima bo'lgandi? Cho'qim tulki tishib olgandimi? Yoki burkut qilgandimi? To'g'ri, cho'qim burkut yarlandirdi. Demak, burkutning pangisi nima degan o'tkir? Senton endi hayvonlarni ko'rish bilan qanoat hosil qilmaydigan bo'ldi. Hamisha o'z qo'li bilan tutqisi kelib turadigan bo'lib qoldi. Ammo bu ish undoq oson emas edi. Senton hayvonlarni ko'ngil qo'yib kuzatish va hayvonlarni qo'g'lab yurgan chog'da u hayvonlarning yashash odatini bag'ansiri aniq tushunib qolgan edi. Qaysi xil hayvonlar qanday yerda qishliq o'chakka kirdi, kechida harakat qilgan hayvonlar qanday bo'ladi qatorliq ishlarni bilib qolgan edi. Sentonning bilimi bag'ansiri cho'nqirilishga boshladi. Shundaqla u yana tabiat dunyosidagi hayvonotlarning hammasining o'z oldiga yashash vositasi va qonuniyati borligini tushundi. Yashash uchun ularning jon tikib erishadiganligini bildi. Shundaq qilib, Sentonning o'zimi o'rmonlikdagi hayvonlarning dushmani bo'lib qoldi. Biroq bir kuni Opa, ben keldim. Keldingmi? Bugun baldırlayıp ketsen-ku. Sana ne bo'ldi? Hech nima bo'lmadi. Qo'lingdagi nima? Hech nima. Voy. Qiziq bola-da bu. Jazman bir anasini tutib kelgan nima? Voyjon, sen nima meni qo'lim cho'qlaysan? Ko'zing ochdimi? Ma'qul, oldirma, to'xtab tur. Ne sana yeydigan narsa qilib beray. Oldi bilan obdan ilishtirib olay. Qani ye. Kechirgin, seni saqlatib qo'ydim. Qarg'anda qo'shiq bak ichibdi. Chapsa yegin. Ye. Bu qarg'a bolasi asta Sentonga ko'nib qoldi. U kun bo'yi Senton bilan birga bo'ladi. Qarg'a bolasimi cho'ng'ib uchirgan bo'ldi. U Sentonning yaqin do'sti bo'lib qoldi. Yamanlik qilmay, jim tur. Men maktabga bordim. Abla, yem berishni unutib qaptimi? U balkim nim bo'lding? Sen yolg'ondan ilib oldingmi? Ko'zingni och, o'tinib qolay. Ko'zingni och. O'tinib qolay, ko'zingni och. Senton o'zining bexastalik qilib qog'ini o'ltirib qo'yganligini tushundi. Bu ishni umr bo'yi esidan chiqardi. O'sha ishdan boshlab Senton hayvonlarni asrash ham ularga hurmat qilish kerakligini tushundi. Anaston Senton cho'ng bo'lgandan keyin hayvonlarning rasmini chizadigan rassom bo'lib qoldi. U shundaqla tabiatshunos bo'ldi. U ham rasm chizadigan, ham tabiatni tadqiq qilgan olim bo'ldi. U har kuni aldirab yuradi. U qancha aldirash bo'lgan siri kichigida o'sgan tabiat dunyosida o'tkazgan balaliq chog'larini eslaydigan bo'lib qoldi. Tabiat dunyosidagi osh-tit jonliq holatlari hozir uning ko'z oldida namoyon bo'lishga boshladi.
Qaytib ketaman. Jazman qaytib ketaman. Sinton yurtga qaytib kelib o'ylamagan manzara uning ko'z oldida turganligini ko'rdi. Jilg'i ichilib ko'chaga aylanib qolgan. Dalalar parcha-parcha etizlarga o'zgartirilgan edi. Yerki manzaralardan asarmi ko'rinmaydi. Azroqla qolib qolgan o'rmonliklarda kishilar ko'ngil ichish uchun hayvonlarni o'lavatadi. Bu chog'da u bolalik davridagi osh kunlarni o'ylab, nihoyat parishon bo'ldi. Men ilgari ko'ngil xo'sh qilish uchun hayvonlarni o'ldirib qo'yib ekanman. Hayvonlarmi insonlarga o'xshash jon yegisi. Ularni xohlagancha o'ldirishga hargiz bo'lmaydi. Sintonning qarshida hayvonlar odamlarga o'xshash. Shot qoromligi va qayg'u hasarati bor. Yana kelib jon tikib elishib yashash ro'yi bor. Bu har bir odamni ta'sirlantirmay qolmaydi. Shuning bilan u nurg'ulg'an hayvonlar to'g'riliq hikoya cho'chaklarni yozdi. Uning yozgan hikoyalarda hayvonlar bo'lgan ko'rinishni orzu umid qilgan. Ham insonlar bilan hayvonlarni qo'mi qarindosh deb ko'rsatgan. Uning bu e'tiqodi bugungi kunda davomlashyapti. Buningdan 1200 necha yil oldida Jungo tarixida Tang sulolasi nihoyat qudrat topgan. Shu chog'dagi podshoning ismi Xuanzong edi. Xuanzong nihoyat qudratli bo'lib, olamda tangdishi yo'qmish. Uning ayni chog'dagi poytaxti Chang'an edi. Tang sulolasida mashhur ikki shoir o'tgan bo'lib, ularning birining ismi Libay, yana birining ismi Dufu edi. Bu manzaralar aslida güzel emasmi? Siz qarab turiblar, satdaysiz-ku, ha? Hammani go'zal da'vatamsiz. Chang'an shahriga qarab tekan. Sansizligan namratlar g'urbatchilikda yashayotdi. Mushijiatdan qaraganda go'zal deb kelib bo'lmaydi. Sizlar nimani qilishyapsizlar? Siz nemishqa hadislar tayyorsiz. G'urbatchilik mayli bo'lsin, mayli bo'lmasin, go'zal narsa. Aman go'zal bo'ladi. Bu to'g'ri emasmi, ha? To'g'ri emas. Odamlar hamon ma'lum bir xil isat bilan bu manzillarni sayli qiladi. Hech qanday qiymati bo'lmagan bu dunyoda kishilarning ko'zigimi, uning tashqi qiyofati ko'rindi. Bu dunyo qorong'u zulmat bilan to'lgan. Bu zulmatli dunyoda sizning bishingiz aylanib qopti. Yana qarang, bu aroq sizningcha yaxshimi yoki yomonmi? Aroqning yaxshi yoki yomon bo'lishi to'g'ri bilan kayfiyatga bog'liq. Nemishqa bunday qilishib yurishlar? Meningcha sizlar birga sayli qilib kelinglar. Qanday? Çağdaki padişah Tang Xuanzong davlat kuchini namoyon qilish uchun hadab qo'shni ellarga, hatto yiroq joylardagi ellarga qo'shin evatib, shunga nomrod yezlardan majburiy askar olatdi. Endi xatolashgansiz. Menda xatolik yo'q. Xatolik faqat mushu zamonda. Podshoh oliylarining to'g'ri bo'lsa kerak. Undaqda jazman vazirlarning urushga kelib qilib, urushni qo'zg'agan nima? Shundaq. Meningcha bu podshoh oliylarining hech qanday xatoligi yo'q. Balkim podshoh oliylari fuqarolarning dardini, davlatning ahvolini bilimiz kerak. Sizlar nimishqa doim shundoq talashib urishsizlar? Sizlarning naringlarni do'stigili bo'ladi. Qara, bu ayni go'zal emas deyalamsiz. Meningcha go'zal emas. Shu askarlikka tutilgan erlar oyga qarsa cho'qim ko'ngli buzilib yosh to'kidi. Mushijiatini aytganda ayni go'zaldagili bo'lmaydi. Bo'ldi. Hey, chiqa! Chapdan bu yoqqa chiq! Ularni qo'yib berma! Chaqib bo'l! O'tinib qolay, uni atkatmasanglar, uni qo'yib bersanglar. Podshohning farmoni o'ch keldik. Sen to'lib bizning ishimizni qashil qilma! Begim, uning kesili bor. Uni qo'yib bergan bo'lsalar, begim sizlardan o'tinib qolay, begim, uni atkatmasizlar. Yo'q, bizga islomma! Bu bag'artash yo'lsiz ablah darhol uni qo'yib ber. Gapim quloq sol. Sen podshoh oliylarining farmoni qarshi chiqmoqchimi? Ha? Yaraydi. Libey birodar, qaltiskansiz. Tilg'oqchiligi yo'q. Sizlar isyon ko'tarmoqchimi? Sizlar nima yo'g'on bosh bo'lib ketdinglar? Sizlarga deb qo'yay. Mening ishimga qarshilik qiladigan bo'lsanglar, kallanglarni olaman. Birodar. Bu soltakning nimda vatqaligini olgansiz. Siz har holda ochig'ingizni chiqarib oldingiz.
Lekin siz bütün puhrani qutuldira olamsiz. Siz nemishqa bundaq deysiz? Achchig'imizni chiqarib olsak, bu bo'ladigan ish. Nima bo'lishi bilan karimiz nima? Siz men bir amal tepib, azob oqibat chekayotgan barliq puhralarni qutuldirishimiz kerak. Undaqda podshoh maktub sunsak bo'g'idek. Bizga ishinglar og'risin. Bizdek nomrod puhralarga ishinglar og'risin. Podshoyimizga nomimizdan maktub sunanglar. Sizlar xotirjam bo'linglar. Biz hozirlar maktub yozaylik. Chapdan qog'oz, qalam, siyoh akilinglar. Mana hozir. Anda siz bir parça talash tortish qiladigan maqola yozay da'vatamsiz. Yo'q, men maktub yozaman. Qara, men mushundaq so'zlarni ishlatsam muvaffaq bo'lamanmi, Libey birodar? Mazmuni cho'nqur bo'lgan mushundaq yaxshi maqolalar qadimdan tortib ta hozirgacha faqat siz bilan mening qo'limdan chiqib baqdi. Rostla shundaq yaxshi chiqibdimi, birodar? Albatta. Podshoh bu maktubni o'qiydigan bo'lsa, jazman qattiq ta'sirlanadi. Balkim sizni darhol vazirlikka tayinlashi mumkin. Vazir? Undaqda opam o'qidigan bo'lsa, jazman xush bo'ladi. Vazir bo'lsa, noyt jiq pulimiz bo'ldi. Oilamizmi bundaq nomraq o'tmaydi. Shundaqmi? Bu bola men xo'shaqmaydigan gap so'zlarni da'vatqanni. Podshoh bu maktubni o'qigandan keyin uzun o'tmay yorliq tushadi. Bir otliq farmonchi yorliqni etib keldi. Podshoh bizni lisan teg'iga qabul qiladigan bo'pti. Maraz, sizni vazirlikka tayinlamdi teg'i. Yo'q. Hargiz undaq ish yo'qchimi? Hey, sizlar bu yerda nima ish qilyapsizlar? Bu atrofda opam yuz berib, yerimiz qolmadi. Ochliqdan o'lay deyapmiz. Ketinglar. Voy, siz eliqe dofu degan kishikansizda. Podshoh oliylari bizni hozir chaqirtgan ekan. Sen xabar qilib at. Undaq bo'lsa, chopsan kiringlar, podshoh oliylari arshonni yuyinyotidi. Atrofda, bu yoq meninglar. Qani, marhamat. Arshon? Shundoq joydami puhralarni qabul qilamda? Bu yerda podshoh oliylari yolg'iz emas. Oliylarining yanida sahibchimal Yanguifi bor. Ularning bu yerda pulli turayotganiga yarim yildan oshdi. Yarim yildan oshdi? Yaqindan beri Yanguifi bu yerda ish pushib, bak zerikib ketdi. Shuning bilan podshoh oliylari sizning talantli shoir ekanligingizdan xabar tepib, mabodo xolisa Yanguifi xonimga bir qancha madiha she'rlarni yozib bersa, Yanguifi xonimning ish pushiga chiqib qolarmikan deb o'ylagandim. Men qarang, siz bir necha ko'plik yaxshi she'rlarni yozib bersangiz, nihoyat ko'p inom erishsiz. Oliylarga yetkazib qo'y. Men osh qilib qalanar bo'lib ketsam-mi, undaq madiha she'rlarni nargiz yozmayman. Gül güzel mi? Qandaq bo'lsa güzel bo'ladi. Güzelligi nada? Güzel hamon güzel. Güzel narsalar, sat narsalar bilan birga mavjud bo'lib turdi. Biroq bu oq-qora ostun ustin bo'lib ketgan dunyoda nadimi güzellik bo'lsin? Bo'ldi bas. Men endi siz bilan talashmayman. Undaqda nihoyat yaxshi bo'lg'idek. Sizlar shuncha yaqin do'st turib, doim talashib yuradi ekansizlar. Faqat aqlim sig'maydi. Oy, sizlar nima ish qiqcha araqdan kapamaysizlar? Libey efendi, podshoh yorliq tushirib sizni chaqirdi. Aslida orada katta ziyofat o'tkazmoqchi ekanda, podshoh meni berib she'r yozsin debdi. Mana bu sizga bergan in'omning bir qismi. She'rni yozib olgandan keyin yana bundan 10 narsa ortiq berdi. Qutuldular. Bu kalender shoirlar adab qoidalarini bilmaydigan. Bir podshohga ayt. Mening uning amra bo'ladigan cho'lim yo'q. U menga amra bo'lsin. Tofu birodar. Xayr xo'sh. Men avliyolarga o'xshash erkin, ozod jahon keziman. Tofu. Rostla ketamsiz.
Mayli dard alam bo'lsin, mayli g'azab nafrat bo'lsin, biz she'r bilan o'z hissiyotimizni ifodalaylik. Siz bilan mening maqsadimiz o'xshash bo'lsa-mu, ammo mijoz xarakterimiz o'xshamaydi. Shunday emasmi? Avliyolar makonidan go'zal orzu tilaklarimni izlab topay deyman. Aman bo'ling. Dadam bilan Libey tog'am ikkisi nihoyat g'olita odamlar ekan. Ular bir yerda bo'lsa, talash tortish qilishar ekan. Libey kichik hayotga umidvorlik bilan qaraydi. Tofu bo'lsa g'azab nafrat bilan qaraydi. Har ikkilisining o'z oldiga qarashlari bor bo'lganligi uchun o'zaro yo'l qo'ymaydi. Shunlashqa har ikkilisi o'zlarining qarashlari va fikri bo'yicha hech qachon cheklimga uchramay, she'r ijodiyati bilan shug'ullandi. Har ikkilisi ulug' shoir bo'lishga munosib edi.两个人真怪呀，他们在一起的时候总是争论。对人生，李白抱着乐观的情怀，杜甫则持有愤世的态度，两人各持己见，互不相让。然而，他们都按照各自的人生观和思想感情，无拘无束地进行诗歌创作，都不愧为伟大的诗人。遊び好きだけどちょっぴり我慢して夏の日盛りもよいしょ働